Bo'pti. Xo'p, berib yuboraman, xo'p. Naqd bo'lsa naqd, xo'p. Berib yuboraman, bo'pti, kelaver, xo'p. To'g'ri, kesin. Ani pulni olib chiqib bergin. Qaysi pul? Dollari turgan. Voy, men uni ukamga berib yubordim-ku. Ne ukangga berib yuborasan? Sizdan so'radim-ku. Nima deb so'rading? Ukamga kerak bo'lib qolibdi. Bir kunda qilib beradi dedim. Xo'p dedingiz. Sen pul deding-ku, Turgan uchun dollar so'radim-da. Voy. Men so'm berib yuborasan, shuncha pul kerak ekan bunga. Ha, aytmaysanmi menga dollar kerak, dollarni beraman deb aytmaysanmi? Men o dollar tazga beraman deb yuribman. Men sizdan so'radim-ku. Unga ham menga dollar bering deb o'tiribdi. Kartani tashib beraman desam. Xo'p, aytaman. Nimani aytasan endi? Amallab topib keladi. Men bilganimdek qilmasdim. Shuni tushuntirib aytsa bo'lmaydimi? Tegma derdim unga dollarga. Egasi bor deb. Uzr. O'z boshimchasan, bir so'rasa bo'lib qoladi bu ham. Dollar yo'q ekan. Ana qilib tashab beraman kartangda, o'sha kurs bo'yicha o'zing ana qilaverasan. Ha, bo'lmasam bank ozgina sabr qilib tur. Bankdan borib olib beraman endi. Ha, bo'pti, xo'p. Bo'pti. Nima qilyapsan? Ko'chaga chiqaman dedingiz-ku, dazmol qilyapman kiyimingizni. Nima bo'ldi? Qattiq qiyshayib ketdi. Ey Xudoyim, ehtiyot bo'lmaysizmi ya? Ehtiyot bo'lmaysizmi ya? Qayerda, shu yermi? Bunday bo'lib ketdi-da. Xudoyim, harakat. Men qarang, yuring, biror narsa surib bog'lab qo'yaman. Mas so'raman, xo'pmi? Yura olmayman-ku. Bo'lmasa o'tirib turing, men olib chiqaman, xo'pmi? Bo'pti. Hozir olib chiqaman. Hozir. Ozgina sabr qiling. Mas surib qo'ydim, yaxshi bo'lib qoladi. Bo'ldi. Hozir bog'lab qo'ysam, men yaxshi bo'ladi. Boya jahlim chiqib baqirib yubordim. Hech his yo'q. O'rganib ketganman. Muhim mana shu jahlim chiqqanda baqirib yuboraman. Lekin sabr qilasan. Nima qilay? Sabr qilaman-da. Sabr bilan oila saqlanadi, dadasi. Men ham sizga jahl qilsam, 3-jahon urushi bo'lib ketadi-ku. Bu gaping to'g'ri lekin. Ha? Yetini bosma, olib işte. Og'riyaptimi? Qayeri? Mana shu yermi? Ay, Mana bu dedilar. Ataylab qolasanmi?